Aholini ro'yxatga olish bu muayyan sanada mamlakat aholisi haqida aniq ma'lumot to'plash jarayoni. Unda odamlarning yoshi, oilaviy ahvoli, ta'limi, bandligi va turmush sharoiti haqidagi ma'lumotlar yig'iladi, qayta ishlanadi va natijalardan turli sohalarda foydalaniladi. Yurtimizda so'nggi umummilliy aholini ro'yxatga olish 1989-yilda o'tkazilgan. Shundan buyon aholi soni ancha oshdi. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ham sezilarli darajada o'zgardi. Majmuamizga Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasi rahbariyati va xodimlari kelib, respublikamizda 26-yil boshida boshlanadigan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha keng tushunchalar berib o'tishdi. Biz statistika boshqarmasi bilan majmuamiz tomonidan azaldan hamkorlik olib boramiz, birga ishlarimiz birga. Hozirda bizga keng tushuncha berib, qanday ro'yxatdan o'tish, internet orqali qanday to'ldirish bo'yicha to'liq tushunchalar berildi. Bu keyinchalik o'zimizning ijtimoiy iqtisodiy ahvolimizni belgilashga va yana bir qancha tomondan davlatimizga ham har tomonlama foyda bo'lishi tushuntirib o'tildi. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi tomonidan Sho'rtan gaz kimyo majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida barcha rahbar va xodimlarga o'quv amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Davra suhbatida viloyat statistika boshqarmasi boshlig'i so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish to'g'risidagi farmonining mazmun-mohiyati yuzasidan tushunchalar berib o'tdi. 2019-yil 5-fevralda 56-55 konsepsiyasi bor. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 16-marta 611 aholi ro'yxatga olish to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi 210 qarori, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 26-fevraldagi 104 qarorlari ro'yxatga olishda asosiy huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur jarayonlar mamlakatda ijtimoiy farovonlikni oshirish, qishloq xo'jaligidagi mablag'lardan samarali foydalanish va kelgusi dasturlarni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Ro'yxatga olish qish fasliga mo'ljallangan ham qulaylik yaratadi, chunki bu davrda aholi ko'p harakatlanmaydi, qishloq xo'jaligida mavsumiy ishlar kamayadi. Bu esa o'z navbatida fermerlar va dehqonlar uchun ham ma'lumot berishda yengillikni yaratadi. Eng muhimi, ro'yxatga olish jarayoni faqat raqamlar yig'ish uchun emas, balki fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladigan muhim qarorlar qabul qilish uchun ham asos bo'ladi.